Teacher bloggingni boshlaganimda qilgan 6 ta eng katta xatom va sizlar buni takrorlamang. Birinchisi, mayda reklamalar ortidan quvdim. 600 ming, 400 ming, 700 ming hammasini qo'shganimda, hattoki mashhur bloger Chechenkadan ham reklama sotib olishga imkonim bo'lardi va natija albatta kattaroq bo'lardi. Ikkinchisi, contentim faqat educational edi. Odamlar bilim uchun keladi, lekin shaxsiyat uchun qoladi. Shuning uchun kech bo'lsa-da, shaxsiy fikrlarim, hikoyalarim va qarashlarim haqida bo'lisha boshladim. Uchinchisi, consistency yo'q edi, ya'ni doimiylik. Bir hafta post qilardim va bir oy yo'q bo'lib qolardim. Algoritm ham, auditoriya ham bu narsani yoqtirmaydi. To'rtinchisi, investitsiya deyarli qilmasdim. Ya'ni misol uchun studiyada chiroyli sifatli kontentlar olishga deyarli pul sarflamasdim. Lekin bu eng katta xato. Daromadingizni kamida 50%ni shunaqa chiroyli kontentlar qilishga va reklamaga sarflashingiz kerak. Beshinchisi, juda ham uzun videolar qilardim. Qisqa, lo'nda va 30 soniyalik videolar ko'proq natija beradi. Chunki insonlar uzoq vaqtda fokus qilishi qiyin. Oxirgi va eng katta qilgan xatoyim oldinroq boshlamaгаnim. Mukammal vaqtni kutish o'rniga allaqachon boshlashim kerak ekan. Siz ham onlayn teachingni boshlab, uydan turib oyiga kamida $1000 topishni istasangiz, izohlarda plyus belgisini qoldiring va bu videoni teacher blogger bo'lmoqchi bo'lgan do'stingizga yuborib qo'ying.